Hurmatli xaridorlarimiz diqqatiga, sizlarga bitta katta iltimos bilan chiqyapmiz. Hozirgi vaqtda bizning profilimizdagi rasmlarimizdan foydalanib, Soften rasmlarini qo'yib turib, sifatsiz mahsulotlar berib borishayotgan ekan. O'shaning uchun sizlar bu narsadan ogoh bo'linglar. Har doim bizning mahsulotlarimizni orqa birkasida hech narsasi bo'lmagan taqdirda ham orqa birkasida Soften emblemasi bo'ladi, yozuvi bo'ladi. Agarda shu yozuvlari bo'lmasa, xarid qilmanglar. Bu demak bizning mahsulotimiz emas. Bu mahsulotga biz javob bermaymiz. Bizga telefon bo'lyapti, telefonlar qilishyapti. Men shunaqa joydan oluvdim, siz rasmingizni qo'yib qo'yishgan ekan, men xarid qildim, lekin menga sifatsiz mahsulot keldi. Birak mahsulot keldi, bizga telefon qilishyapti. Shunaqa narsalar chiqarar ekansizlar deb. Yo'q, u bizning narsalar emas. O'shaning uchun, mana shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun bizning rasmimizni qo'yishdimi? Har doim so'ranglar, birkasi bo'lsagina xarid qilinglar, bo'lmasa umuman xarid qilmanglar. Biz u mahsulotga javob bermaymiz.